opamiz kelgan ekanlar. Oyog'ini zamoma qilib mana hassada kelganlar. Endi qanday holatingiz hozir? Yaxshi, ancha yaxshi. Zo'rmi? Ancha yaxshi, qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Doktor nima dedi oyog'ingiz? Doktor, oyog'ingiz hech narsa bo'lmagan. Bo'g'im kasalligi bo'lishi mumkin dedi, rentgen qildirganimga. Keyin doktorni ko'rdimda o'sha yoqqa o'zimni shaxsiy nimam bor, o'shanga boring dedilar. Mana keldim, hassa bilan keldim. Mana hassa. Mana hassa. Hassam shu yerda bor aka. Oyog'imni bosolmay ichidim. Mana hozir oyog'imni bosolman. Hozir necha minutda shunday bo'ldi oyog'i bosyapsiz? Hozir bu bir 5 minutmi, 10 minut ichiga suyaklarimni terdilar, bosib. Yaxshimi endi xudoga shukr. Hozir yaxshiman men. Og'irligimni tayyorlayapman. Bemalol. Mana. Qo'lingiz dard ko'rmasin, doktorjon. Rahmat, sog' bo'ling, joningiz sog' bo'lsinlar. Xudo o'zi yetkazdi sizni menga. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin mana. Kim ana shunday qiynalib yurganlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Mana bugun kelaveringlar. Haydar nima edi? Haydarmed. Haydarmed Otchopar mahallasiga yo'lga tayyor ekan. Xudo o'zi yetkazdi bu kishini menga. Bemalol kelaverasizlar. 2 oydan beri hassa bilan yuruvdim. Hassan endi nima qilamiz? Hassani endi ot yoramiz, nima qilamiz? Ot yoring. Bironta nimaga cho'ponga bering, mol boqsin bu bilan endi. Shu aytganingiz kelsin. Joningiz sog' bo'lsin.